Aka ko'rib turibman, ba'zi ustimlar uloq tushgan, ba'zilari uloq bo'lgan aka. Bu yerda taxta o'tirib chiqasiz, buni zarar tomoni. Buni zarar tomoni yo'q, xudo xolasa. Buni faqat klientga faqat ekonom bo'lsin qilganmiz. Biz Samarqand bozorida shunaqaki, mana 6 metrli hadovoy 6 metrli olamizda, misol uchun oldiga bittani 2 ga bo'lib ishlataman. Ha, 3 metr. Buni men taxtani haqqidan panel har xil holatda kelishi mumkin. Kim past qilgan bo'lsa ham 2.98 ga kestiraman bolalarga. Чтобы hamma joy yetish uchun. Keyin tepaga 12 lik qo'yamiz обязательно. Endi buni uloq bo'lishi sababi mana unda boshqa birinchi etapda uloq yo'q. Sababi bittasi ikkita beri. Endi bu qanaqa balandlikda bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun 6 metr olamiz. O'rtadan 5 ko'tardikmi, 1 metr chiqdimi? Mana yana qaysidir chiqqan ulab tur, yonidan обязательно stravel qo'yamiz. Hozir bu uloqqa tevadan nagruska kelsa asli muammo yo'q. Har qancha og'irlikni ko'taradi, lekin yondan nagruska kelmaslik kerak. Shunaqa. Ahamiyat bergansiz choklar bor-ku, ikkita stravel program uchrashgan joy. Butun bo'ladi. Boshga ham butun bo'ladi, faqat mana o'rta uloq bo'ladi. O'rtadagini o'zi. Buni qo'ymasa ham bo'ladi, chunki normalni ko'taradi-yu, ehtimol uchun qo'yib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi qo'yilgan narsa. Bu tarafda kashali bor, o'rtaga yon tomondan umuman nagruska kelmaydi. Buni qo'yishimiz sababi ko'pchilik ba'zilar terib qo'yadi, ushab turadi deydi. Shamol kelganda bu tomondan u tomonga surib bora olmaydi. Chunki tagida mahkam bo'lgan. Ha, tagi mahkam bo'lgan. Buni 12 ga 12 dan ankel qoqib turib, mana uni qo'shimcha beramiz. O'zida ham 150 dan 3 ta qoqamiz. Buni ham berishimiz sababi mabodo oldiga tortsa. Orqaga tortsa ham o'shaydi. Demak, bunga yon tomondan nagruska kelmaydi. U tarafdan qo'yilib taxti o'g'il bo'lmasligi uchun qo'shimcha ravishda ustun qo'yib ketilgan. Tevadan nagruska kelsa, undan muammo yo'q, men ham ko'rib turibman asli. Yondan nagruska kelmasa, ulog'i zarari yo'q. Shunaqa obunachilar savol bo'lishi mumkin. Buni to'rli olsa ham bo'ladi-ku. Masalan, 6 to'r keraksa, hamma joydan to'r ishlamaydi. Misol uchun, o'shanga men hamma joyda 6 metr bir xil bozor qilamanda, shunaqa joylarda yechim qilib yuboramiz. Hozir misol uchun bundan to'r aylangan birinchi etap, o'rta 5 aylanganda, har 2 metrdan chiqqani bor, pastda navesimiz bor. Mana oldi etap 2 metr bo'ladi. Bitta bunga beryapti, bitta pastga beryapti. Aslida ustum bo'lmasligi ham mumkin, lekin adhok taxtani hisobidan har ehtimol qarshi ustum qilib qo'yilgan. Shunaqa. Tushunarli. Bu bir-biriga upor bo'lib tegadi, sababini yonidan-da upor berib olmasligi uchun qoqib qo'yganmiz tarafidan. Tom borasida mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifaga obuna bo'ling.